Agar yuzingizda homiladorlikdan qolgan dog'lar, juda ham oftobdan, quyoshdan kuyish holatlari bo'lsa, kuchli pigmentatsiya bo'lsa, ugridan qolgan dog'lar bo'lsa, sizlarga mana shu programma juda ham to'g'ri keladi, yaxshi tushadi. Birinchi o'rinda yuzga har xil toshmalar, ugrilar, allergiyalar, qo'shimcha homiladorlikdan qolgan dog'larni tozalash maqsadida biz organizmimizni uborka qildirib olamiz va ichak faoliyati, umuman o't qopida yaxshi ishlash jarayoni, jigarni tozalab olganimizdan keyin o'z-o'zidan dog' yana kuchayishdan to'xtaydi va organizm uborka bo'lib oladi. Ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi, faqat qimmat uxodlarni olib ishlatadi. Afsuski, detoksdan boshlash kerak qizajonlar. Va nashnoy bizani yuzimizni bir xil rangga tushirib beruvchi sivritkamiz bor. Juda ham kuchli, juda ham zo'r, mo'shni effekt beradi. Terilarni bir xil rangga keltirishga yordam beradi va enzimli pudra bu teri poralarining ichiga kirib qolgan har xil musorlarni tozalab, yuzinglarni toza holatga keltirib beradi. Xohlasanglar bu programmaga kunduzgi krem ham qo'shsangiz